Do'stxon, juda charchadim taksidan. Ertamandim. Bog'chaga boraman. Bitta maktabga bolani tashiyman. Uni qo'shni ko'rib, "Ha, uka, bolangizni maktabga olib kelyapsizmi?" "Yo, bu dastavka debman." O'rta qoldim. Kuchli insonlar eshiging tagida mashinalar turardi. Ha, ishxonaga olib ketyapti ekan, bu bir joyda ishlaydi deb o'ylardik. Hozir mana ertamanda bor eshiging tagida turasan, o'rta. Maktablarda ota-onalar majlisi bo'lsa, bitta ham ota-ona yo'q, ponni taksistlar o'tiribdi. Ota-onalar majlisida tining qilib bozorlarga tushsang, umuman arava yo'q, ponni taksistlar. Shuningdek taksida gaplashasan, hali taksist bechora ham orqangdan bemalol xarajatingni ko'tarib yurib, billa qilib yurishibdi. Mol boqish ham oson bo'lib ketdi. Shuni ishing bo'lsa tashab ketaverasan, telefon qilib taksiga, "Uka, shuni ashdan chapga burilsangiz 10-5-uy. Shunga kirib, molimga o't berib, injiqlik qilsa bir bog'larga olib chiqib bir aylantirib keling desa, bardurni yoqib aylantirib yurib o'tlatib." Taksida o'rinini qara o'rtoq. Juda qiyin bo'lib ketdi. Juda qiyin.